Endi o'sha boya aytgan elektrический kotyolimiz mana shu bo'ladi. Bu qanaqa edi? Yangilik mahsulotligi uchun mana katta ustadan so'raymiz. Shokir aka, bu qanday ishlardi buniki? Bu 3 kW kotyol. Hop, to'liq mashq holatda, mana mashq holatda 3 kW ishlaydi. Yonganda svetlar yonadi hammasi. Bir marta qizdirib olgandan keyin ekonom qilish uchun hop, bu yerda 2 bo'ladi, mana 1 bo'ladi. Holatga qarab, havoni issiq holatiga qarab. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Biz bugun mana bu ko'p qavatli uylarga santexnik ishlarni qilib berganmiz. Bu yerda polni отопление ishlari qilib berilgan. Bu tarafi polni topshirilgan. Endi mana ikkinchi tarafiga o'tdik. Xudo xolasa u yoqda ham hozir tayyor holatga kelib qoldi deyarli. Tez orada u yoqni ham yakunlab topshiramiz. Xudo xolasa mana bu yoqda hozir kirib ko'rsatamiz. Odamlar kelib ko'chib kirib yashayotgan joylari ham bor. Hop, raqamlar qoldiramiz. Agar sizlarga ham xonadonmi yoki bo'lmasa mana shunaqa ko'p qavatli uylarda отопление tizimlarini qilib berish kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bu tarafimiz o'sha domda kirish qismiga o'tdik. Bu tarafi bitgan tomoni, mana hozir bitirilayotgan tomonidan xudo xolasa qilinayotgan ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, bugun mana katta usta bilan birgalikda polni ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Xo'sh, mana akalar biz chiqdik tepa obyektlarimizga. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, montajlar boshlangan, uje xo'sh, radiatorlar o'rnatishga tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Hop, katta usta aka, Shokir aka, biz bu yerlarda bo'lmagan, qatnashmaganmiz. Nima montajlar bo'ldi bu yerda hozir? Hop, bu аварийный trap, mana bu. Hop. Bu rakovina. Aha. Hop. Bunisi asosiy trap. Dushtki bu. Aha. Hop, bu yoqda kirmoshlarni qo'ymaydi. Unitazon dedi bu yoqqa. Hop. Unitazga tepasida rakovina, tepasida ariston. Aha. Dush, rakovina, kirmoshina. Hop, bu yoqda radiator bor. Bo'ldi. Tushunarli. Sanuzel xonamizda mana hozir qaysi qaygaligini bilib oldik. Mana bu yoqda o'sha har bitta xonaga alohida to'qib kelingan montajlarimiz. Radiatorlarimiz ham tayyor, xudo xolasa tez orada bularni ham o'rnatishni boshlaymiz. Mana bu yog'i. Xo'sh, montajlarimiz. Bular hozir asosiy kanalga ulanadigan qilib montaj qilingan. Asosiy mana tumanda katta kanalga ulanadigan qilib montaj qilingan. Agar sizlarga ham mana shunaqa montajlar kerak bo'lsa, ya'ni santexnik xizmati kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yer hozir o'sha bitayotgan jarayoni, hozir naryoqdagi bitgan korpusimizga o'tib ham u yoqdan ham videoni davom ettiramiz. Endi mana obyektimizni bitgan tomonidan ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Xo'sh, qani, bismillah. Birinchi o'rinda mana dush tomonimizni ko'rsatamiz, sanuzel tomonga qilingan ishlarimiz. Undan keyin mana yotoqxona. Bu yer ham ikki xonali kvartira. Bu yerga mana qilib bergan ishlarimizdan namuna. Boya aytgan o'sha elektrический kotyolimizni ham hozir ko'rsatamiz. Ular haqida ham ma'lumotlar beramiz. Xo'sh, mana mehmonxona uchun qilingan ishlarimiz. Skrytniy montajlar, akkuratni hammasi toza o'sha sifatli materiallarda qilib berganmiz. Hop. Bu kuxnyani radiatorlari. Hop, endi o'sha boya aytgan elektrический kotyolimiz mana shu bo'ladi. Bu qanaqa edi? Yangilik mahsulotligi uchun mana katta ustadan so'raymiz. Shokir aka, bu qanday ishlardi buniki? Hop, bu 3 kW kotyol. Hop, to'liq mashq holatda, mana mashq holatda 3 kW ishlaydi. Yonganda svetlar yonadi hammasi. Bir marta qizdirib olgandan keyin ekonom qilish uchun hop, bu yerda 2 bo'ladi, mana 1 bo'ladi. Holatga qarab, havoni issiq holatiga qarab, kerak bo'lsa 1, yetkazilmasa 2, yetkazilmasa 3 polnida 3 bo'ladi. 3 ta ishlaydi. O'shanda hammasiga yetkazib ishlaveradi. Xudo xolasa buni aytaylik, xonadonlarga ham mabodo savollar bo'lib bo'lsa, tavsiya qilsak bo'ladimi xonadonlarga? Tavsiya qilsak bo'laradi. Endi hozir hop, bu yerda hozir limit bor. Boshqa o'shalarning hisobi 2 ta, 3 ta xonaga tavsiya qilamiz, lekin katta joyga imkoniyat bo'lsa qilsa bo'laradi. Faqat
rasxod ko'proq bo'ladi. Bu o'shanda soatiga masalan bittasini yoqsa 1 kilovat. 1 kilovat, ikkitasini yoqsa 2 kilovat. Ikkitasini yoqsa 2 kilovat yoqadi soatiga. Xo'sh, bo'ldi, tushunarli. Mana shunga qarab o'zlaringiz hisoblang chiqaraverasizlar. Endi bu asosan domga tavsiya qilyapmiz bularni. Domlarda masalan o'sha utepleniya yaxshi bo'lgan, hammasi nima deydi, batarya kamligini hisobiga domlarga qo'ysa bo'laveradi. Bu o'sha ekonomiya rejimda masalan mana bemalol bittani yetkazib bera olish kerak. Bir qizib olgandan keyin bittani o'zi holatga qarab, endi havoni, ko'chadagi havo qanchalik tushsa, ba'zi ko'payish ochilaveradi. Shunaqa, o'shanga endi mabodo aytaylik 5 xonali, 6 xonali uylar emas, o'sha 5 xonali, 6 xonali uyda bir 2 yoki 3 xonasiga o'rnatsa bo'laveradi. Hali o'tin pechkadan zerikkan akalar, masalan, obunachilarimiz oralarida o'tin pechkadan zerikkanlar bo'lsa, mana bunda o'rnatib olishsa, bemalol o'sha 2 yoki 3 ta xonaga montaj qilib, ekonomiy variantda qishdan chiqib olishlari mumkin.